Avvalambor assalomu alaykum. Hamma yurtdoshlarimizga, aka-ukalarimizga, musofirdagi aka-ukalarimizga mana shunday bir yaxshi hayot ayyomlar kunida o'tiribmiz. Alloh hammamizni o'z panohida asrasin, yaxshi kunlarga yetkazsin. Hech kimni Alloh boshiga bir yomon kun tushirmasin. Hamisha Alloh o'z panohida asrasin. Mana bugun akamiz oldiga keldik. Ukamiz bor edi, Polvon ukamiz, Usmon Polvon. Shu Denovda bundan bir 15 kuncha oldin Denovda kurash bo'ladi. Oxim bo'yicha kurash bo'lgan. Endi sport bestirama sport yo'q, shu sport semin bola edi. Bir kurashga borib sal noto'g'ri qilib, ukamiz hozir sal og'irroq vaziyatda. Endi nima deydi, har bir narsa yel bilan ozdan bersa to'ydiradi, bir nechta o'ldiradi degan joyi bor. Chiqarmasa, mana shu akalarimizga qo'ldan kelgancha yordam qilaylik. Shu bergan ehsonimiz biriga Alloh ming beraversin. Moddiy taraflama yordam berilmasa, duo tomonlama yordam qilingizlar. Duo qilingizlar, shu ukamiz nasibsa sog'ayib, oyoqqa tursin. Har bir kishini sinovli dunyoda sinovi bor. Shu ozgina shakamiz hozir sinovda turibdi. Shu yurtdoshlarimiz, musofirdagi aka-ukalar qo'llaringdan kelgancha nimaga imkoniyatlaring esa imkoniyatlarni yetganicha yordam qilsalaring, xursand bo'lamiz. O'sha akamizga ham yordamimiz teganiga duo qilamiz. Iloji boricha imkonimizga yordam qilinglar. Shu olishda shunday bo'lib qoldi endi. Majburmiz. Inshaalloh aka, bizda xalq qarab turmaydi, Xudoga shukr. Mana shuncha ehsonlarga har biriga o'zini hissasini qo'shib kelyapti aka. Siz hammalarni siqilmang aka. Siz duo qiling. Xolamga ayting, ukalaringiz duo qilingizlar. Inshaalloh ukam yaxshi bo'ladi nasib qilsa. Polvonim. Ramzan sportga kurash. Shundan so'ng tanlavdi. Alloh taqdirga shunday Ukamizni rasmlari ham bor, qo'ydik, ko'rasizlar. Shu sizlardan iltimos, qo'ldan kelgancha harakat qilingizlar. Bo'lmasa duoni qilib, Allohdan so'rangizlar, chiqmas duolaringizni Alloh ijobat qilib, shu ukamizni shifo komilni berish nasib etsin. Ota-onasiga duo qilamiz, kuch-quvvat ato etsin, nasib etsa. Shu ukamiz mana shu yerdan kulib, yorug'izmoqchi ketayotganini ko'rish hammamizga nasib etsin. Duo qilib qo'yingizlar. Hammalaringizga rahmat.